Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan kuz faslining eng foydali, eng totli va eng chiroyli sabzavotlardan biri qovoq haqida gaplashamiz. Qovoq bu tabiatning bizga bergan bebaho ne'mati. U nafaqat taomlarda ishlatiladi, balki shifo manbai hamdir. Qadim zamonlarda odamlar qovoqni oltin sabzavot deb atashgan, chunki u organizm uchun juda zarur vitamin va minerallarga boy. Qovoqning tarkibida A, B, C, E va D vitaminlari ko'p bo'lib, ular terini oziqlantiradi, ko'rishni yaxshilaydi va immunitetni mustahkamlaydi. Shuning uchun qovoqni muntazam iste'mol qilish insonni tetik, sog'lom va yosh ko'rsatadi. Uning go'shti yumshoq, ta'mi yoqimli va eng muhimi hazm qilish oson. Qovoq yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, qonni tozalaydi, jigar va buyrak ishini yaxshilaydi. Shifokorlar ayniqsa qovoqni bolalar, homilador ayollar va keksalar uchun tavsiya etadilar. Chunki u tanani yengillashtiradi, organizmni tabiiy ravishda tozalaydi va vitaminlar bilan boyitadi. Qovoqni har xil usulda tayyorlash mumkin. Qaynatib, dimlab, qovurib yoki pechda pishirib. Har bir taomi o'ziga xos lazzatga ega. Masalan, qovoqdan tayyorlangan sho'rva va yumshoq ta'm beradi. Murabbo esa shirinliklarni yoqtiradiganlar uchun juda mos. Qovoq, bo'g'irsoq va pishiriqlarga qo'shilsa, ularni yanada mazali qiladi. Bundan tashqari qovoq urug'i ham sog'lomlik manbaidir. Unda rux, magniy va temir moddalari mavjud bo'lib, ular yurakni himoya qiladi, stressni kamaytiradi va tinch uyquni ta'minlaydi. Qovoq urug'ini quritib yengil tuzlab yeyish yoki salatga qo'shish mumkin. Bu tabiiy vitamin manbai sanaladi. Kuz oylarida yangi pishgan qovoq tanaga iliqlik bag'ishlaydi. Sovuq kunlarda esa shamollashdan himoya qiladi. Ayniqsa bolalarga qovoqdan tayyorlangan pyure yoki bo'tqa berilsa, ularning ishtahasi ochiladi, terisi tiniqlashadi va u yaxshi uxlaydi. Qovoq ayollar go'zalligi uchun ham foydali. Undan tayyorlangan tabiiy niqoblar terini yumshatadi, namlaydi va yuz rangini tiniqlashtiradi. Masalan, qovoq pyuresini asal bilan aralashtirib 10 daqiqa yuzga surilsa, tabiiy yorqinlik beradi. Qovoq xalq tabobatida ham keng qo'llaniladi.